Faqat 1 kilo go'sht bo'lsa, sirtdigan shu ta'mdan bezib pishadigan oilada oddiy usulda qozon kabob qilish usulini o'rganamiz. Qozon kabobini oilada mana shu usul bo'yicha qilsangiz alomat o'xshaydi. Qilish usuli nihoyat oddiy, birlik yo'lini o'rganaysiz, ham o'rganish boshlar ketdi. Avval 1 kilo loq go'sht tayyor qilamiz. Ondan cho'ng kichikligini muvofiq holda to'g'rab pashtlab olib, dasqa to'kib, ustiga cho'kashkidek suv quygandan keyin zanjivil, so'm piyoz va samsaqlarni solib, ravris qo'shiqda 2 qoshiq tuz solib, qulimiz orqali ching muvjub ta'min chiqarib olib, yarim soat atrofida qo'yib tamlantiramiz. Hamda buning kabob shirini tayyor qilamiz. Yarim qoshiq tuz, 2 qoshiq qunaquni va 2 qoshiq un to'kimiz. Mening ishlatganim bo'lsa, Al-Nurining yashil o'lcham ishlangan silliq oyluni. Orqada yarim qoshiqdan so'qmagan zira va so'qqan zira. Kabob uchun aqmoch uvoqlar silib, orqadan xo'rozni tuxumida 2 tal chiqib, baya go'sht tamlantirgan suvda yarim chumush qo'yib, rosa aralashtirib, mana musharat kelgandan keyin go'shtni silib, shirniga to'liq milab olgandan keyin qachiga oila ishiladigan undan olib, buningga oldikanini to'liq milab olib, qozonga bulg'animdan xoli va yashil o'lcham ishlangan Al-Nurining tunni siqib 1 darajalik zaravotni ko'proq miqdorda qo'yib olgandan keyin may qiziganni go'shtni bir-birlab silib, tuvoqni yopib 10 minut dumlaymiz. Vaqt to'shqandan keyin tuvoqni ichib, yana bir tarafini o'rib, buni 10 minut dumlagandan keyin ustiga muvofiq miqdorda qaynoq choy qo'yib, tuvoqni yopib, yana 30 minut dumlab, qozon kabobi albatta non kep bo'lsa bo'lmaydi. Shunga nondan birini tayyor qilib, ustiga qo'yib, buni meni 10 minut dumlagandan keyin taqsiga olib, ustiga tayyor qilib olgan go'shtni olib iste'mol qilish boshlasa bo'ldi. Oilada qozon kabobini men mushsul bo'yicha qilganda alomat yeyish bo'ladi. Oxirida qo'llash nihoyat oddiy, faqat haqsiz yurakdan bir besa, piyonlar rani gullarni ko'plab yo'llab qo'ysalar, bundan ortiq qo'llash olmaydi. Kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.